O'rtoqlar, Farg'ona shahariga yaqin tinch hududdan Uglovoyda ikkita 8 sotiylik umumiy 16 sotik to'rt burchak yer ko'rsatamiz. Yerlarimiz mahallaning ichida bo'lib, katta yo'lga yaqin, old tomoni uzunligi 25 metrdan 50 metrni tashkil qiladi. Mahalla asfalt bo'lgan, katta yo'lga qarab uylar qurilib, joylar to'lib kelyapti. Obzorimizni birinchi 8 sotiklik yerimizdan boshlaymiz. Uy egalari asosan shu quruq yerni sotuvga qo'yishyapti. O'lchamlari taxminan 25 ga 32 ni tashkil qiladi. Yonidagi ikkinchi 8 sotiklik yerimizga 5 xonali podvalli fundament qilib, beton plita bilan yopib qo'yishgan. Kelishib qolsak, bunisini ham sotib yuboramiz deyishyapti joy egalari. Joyimiz kattagina ekan, yonma-yon yashayman deb niyat qilgan aka-ukalar, qarindoshlar, yaqin do'stlar bo'lsa, zo'r variant. Kelib ko'rsanglar, bunga yana ham amin bo'lasizlar. Fundament va podvallarni o'zlari uchun juda ham puxta qilishgan ekan. Jami podvalda 5 ta xona bo'lib, o'zingizga moslab pastdagi xonalarni trenirovka xonasi, uydagi ofis xonasi, bolalaringizga maxsus o'yin maydoni xonasi va boshqa maqsadlarda rejalashtirib olsangiz bo'ladi. Aniq manzil Farg'ona, Qo'shtepa tumani, Satkay okrugidan Oltiariq tarafga 2 kilometrcha yurganda, Xumdon hududi o'ng tarafdagi mahallalarda. Orientir Satkay okrugidan keyin hamma biladigan Xumdon ayrondan 400 metrcha o'tganda. Yer egalari birinchi quruq 8 sotikli yerlariga 1 sotigiga 5000 dan so'rashyapti ekan. Agar ikkinchisi podvalli fundamentligiga qiziqqan bo'lsangiz, kelib narxini kelishsanglar bo'ladi. Raqamlarni qoldirib qo'yaman, bemalol o'zlariga aloqaga chiqishinglar mumkin. Biz bu uyda reklama qilib berdik. Video yoqqan bo'lsa like bosib, shahar atrofidan shunaqa yer qidirib yurgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar.